Joxa qayerda ekan? Hozir Joxaga man super yangilik, super bomba surpriz qilaman. Korоче, xursand bo'lib ketsa kerak bu yangilikni ko'rib. Xullas, mana bu yerga tomir o'stirib mana shu qilib yuboraman. Bilmadim, endi xursand bo'ladimi, xafa bo'ladimi yoki yomon ko'rib qoladimi, bilmadim. Xullas, mana shunaqa qilib chiqmoqchiman. Nimaga bunaqa desanglar, короче, bilmadim o'zim. Просто так zerikdim. O'shaning uchun Joxaga shart bermoqchiman va unga pul bermoqchiman. Obunachilar, shu yerda kuzatyapsizlarmi? Xullas, videoga like bosinglar. Joxa hozir keladi. Xullas, Joxaga surpriz qilyapman. Keyin sizlar ham ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Qani, let's go. Like bosinglar. Xo'sh, mana o'sha yana temirlar chiqdi. Namcha temir topdim bugun. 12 ta edi. Mana hozir buni oladigan. O yana bitta bor ekan orqasiga 15 ta temir yetadi. Menga juda ham ko'p. Bugunga o'sha shaxtaga chiqqanim qoplandi. Endi boshqa shaxtaga bugunlikka tushmasam ham bo'ladi. Jetal nima gap? Joxa aka bitta yangilik borsa keyin surpriz tayyorlab qo'ydi. Buni ko'rib chiqaring. Oho, uyimni bitta joyga tiqib yuboribsan-ku. Yo'q, ortimdagi bu hech nima qilmaydi. Senga super yangiligim bor. Qarang, hozir aytaman. Avval ustiga chiqib olaylik uyingni. Nima qilding uyimni? Jinnimisan? Yo'q, yomon narsa qilganim yo'q. Sabr qilib tur, men senga tushuntiraman hozir. Sen uchun juda foydali narsa bu. Aytganimda qilib tursang, ko'rasan birgalikda. Ortimdan chiqib kel. Mana bo'ldi, boraman. Nima qilding o'zi? Tushunmayapman men. Короче, mana shu qizil dumaloqni ichiga yot. To'g'ri dumaloq emas. Turmushak ichiga 24 soat yashasang, men senga bir stak $100 pul beraman. Короче, bu senga challenge, rozimisan? Mayli, roziman, lekin yomon jinnisan bor. Uy ustiga ham shunaqa qiladim. Garang yerga qilsang ham bo'lardi shuni. Endi nima ish bo'lsin dedim-da, jo'ra. Qanday jo'ra? Men san jo'rangmanmi? Tupoy yo'q bu tez asabimga o'ynama. O'zi asabni buzib qo'yding. Yo'q, bor. Bo'ldi 24 soat yashayman men shu yerga. Bilmadim endi 24 soat. Menga umuman muammo emas bu yerda 24 soat yashash. $1 stak beraman dedim. $1 stak qancha bo'ladi? $100 $6400 bo'lar ekan. O'sha kunam deyarli yarim bo'lib qopti. Ertalabga ish turadigan 24 soat turishim kerak. Bu yoqda mana otlar life story qilyapti. Romantikani buzmaymiz. Chunki bizda 3 ta non bor. Kechasi yeyishga yetsa kerak. Menimcha 3 ta nonim. Bu yoqda bitta daraxt bor. Albatta bu daraxtni vijvaniya qilishim uchun ekib qo'ygan bo'lsa kerak. Aks holda просто takka qo'ymagandir. Bilmadim. Mana shu daraxtni ham короче olaman. Mana shuni qilib sindirib. Xullas, mana shu torburchakdan qizil torburchakdan chiqib ketmasam bo'ldi muhimi. O'shaning uchun bu yoqda nimadirlar qilib o'tirish, nimalardir bilan band bo'lib o'tirishim kerak-ku axir. Xo'p, endi bu yerda bitta verstakni qo'yaman, endi esa pechka savorish kerak. Pechka kerak bizga, chunki shaxtadan olib chiqqan temirlarimni qovurib olishim kerak. Bizga ikkita pechka kerak tezroq pishishi uchun. Xo'p, lekin bitta minus tomoni bor. Menda ko'mir bitta dona bor. Mayli, iloji yo'q. Yo'ldan kelaverib olib oldim shuni ham. Tak bir amallaymiz, boshqa narsa qilamiz. Hozir qarab turinglar. Yog'och bor menda. Yog'ochni yarmini bunga, yarmini bunisiga qo'yib yuboraman. Va ajoyib, mana cho'tka bo'ldi. Endi esa mana bu daraxtlarni shoxlarini, barglarini olib tashlasam bo'ladi bu yerdan. Endi vaqt o'tkazish kerak. 24 soat qanday qilib bo'lsam yashashim kerak shu yerda. Lekin qanday qilib yashashni bilmadim. Endi bu yerda hech qanaqa bir kompyuterimni ham olib chiqmay faqat o'ynab o'tirardim. Lekin telefonim ham yo'q hattoki. Prosta tak mana shu yerdagi bor narsalardan foydalanib imkon qadar zerikmaslikka harakat qilaman. Bitta daraxt chiqdi bitta. Endi mana shoxlarni hammasini yo'q qilib yuborsam, keyin mana bu yerdagi o't o'lanlarni titishga ham biroz vaqtni sarflayman. Menda bitta fakel bor. Kechasi bu yerda qorong'ida qolib ketmayman. Xavotircha qilmanglar. Xo'sh, buni pastga tashlab yuboraylik. Bizga kerak emas hozir to'g'risini aytsam. Mana bu daraxt ekan, gulmi deb o'ylabman. Buni ikamiz to'xtaylarda. Men gulni olib tashlash kerak. 5-inventorimda turgan ekan mana. Xo'sh, endi mana temirlar pishib qolgan bo'lsa, nimadirlar yasashga harakat qilib ko'raman. Yasayman, ya'ni harakat qilmayman. Harakat qilib yasayman, xullas. Sizlar like bosishga harakat qilib ko'ringlar, qani o'xsharmikan. Tak, mana bizda bitta branjlet bor. Boshqa narsaga to'g'risini aytsam temirim yetmas ekan. Yana temir pishishini kutishimiz kerak. Yana temirlarim ko'p. Buni ham olamiz. Hozirda 6 ta temir qo'limda turibdi. 6 ta temir bilan nima yasasam bo'lar ekan? Yetmas, ishtonga yetmas ekan, ishton kiymaymiz ekan. Tak, stop, mana bu daraxtlarni, shoxlarni mana bilan olamiz. Endi bitta shit yasab oray, yaxshisi bitta shit yasab qo'ysam, endi zombilar balki kamon kashana, skeletlar balki hujum qilib qolar menga. O'shanda himoya bo'ladi deyapman. Shit qanday yasalardi? Tushunmadim. Mana bu temir tepaga bo'lar ekan. Tak, bo'ldi, mana shit yasab oldim. Endi bitta oyoq kiyim yasab olsam,
Menimcha cho'tki bo'ladi. Bo'ldi. Endi takoyliyoqqa bo'ldi. Buni kiyaveramiz endi. Endi mana yerdagi o'tlarni bir ikki tisib tashlasam bo'ldi, cho'tki bo'lardi. Fakel deb qo'yamizda. Fakel mana shu ustiga qo'yib qo'ysam chiroyli bo'ladi. Mana ajoyib bo'ldi. Mana takoyliyoqqa bo'ldim. Turishimni baholab ketinglar kommentariyaga doimgi deb. Endi mana yerda o't o'lanlarni bitta terib chiqsam cho'tki bo'ladi. Mana o't o'lanlarni terib daraxtlarni oldim. Men ekib ham qo'ydim. Qarochi biz yaxshi odammiz, yaxshilik qilyapmiz. Daraxt egib endi yaxshi odamdek ko'rinyapman sizlarga. O mana jitel nimadirlarni reja qilyaptimi, bilmadim. Balki och qolgandir, balki boshqa. Mana yerda bitta daraxt o'sib chiqibdi. Tak, bu daraxtni sindirish kerak albatta. Yo'q qo'yirish kerak. Buni yo'q qo'ymasam bo'lmaydi. O'rtaga soya qilib turgan kerak emas bizga. Wow, nihoyat kecham tushdi, lekin oydi yuzida qandaydir yozib o'tiribdi, bilmadim. Tushunmayapman, kimdir tushungan bo'lsa kommentariy yozib qoldirsin nima deb yozilganini. Amma bitta ketmonchi yasab oldim va mana bu yerda bunaqa qilib oldim, lekin menda urug' yo'qligi esdan chiqib qolgan ekan. Mayli endi kechasi bir amallab bu yerda vaqtimni o'tkazsam, ertalab bo'lib ketsa kerak. Mana bu yerda otlar kechasi bilan yuribdi, bilmayman nima qilyapti. Kunduz yursa bo'lmasmikin? Egasi yig'ishtirib qo'ysa bo'lmasmikin? Mana yerda nimadir ko'ryapman, cho'chqa ekan. Cho'chqani ham yig'ishtirib qo'ysa bu bo'ldi. Bitta trend qayta aytolmaslik kerak. O'shaning uchun bo'lmasmikin? Mana men 24 soat mana shu uyda ustida yashadim. Nihoyat ertalab bo'ldi. Bilmayman nimalar bo'ldi. Va ana jitel kelyapti, lekin men bitta joyga borgim kelyapti. Bitta joydan chiqib o'tiribman. Ay, menga pulimni ber endi. Mana puling. Mana. Zo'r bo'ldi. Qarochi gam yo'qsanga, qo'yilsanga. Meni urmatib qo'yibsan, nima uryapsan? Xafa qilding meni. Bo'pti, gapingni yo'qsanga. Nima yig'layapsan, garang? Yig'lama, qiz bo'lib ketsam birdan. Qarochi 24 soat o'tdi. Sizlarga mana shu 24 soat yoqqanmasa like bosib qo'yinglar. Yoqmagan bo'lsa ham like bosib qo'yinglar. Sizlardan nima ketdi? Qarochi sizlar bilan birgalikda men Jo'xa bo'ldim. Sog' bo'linglar, xayr.